Microsoft Word'un dastlabki asos temasındagi darsimiz musha tugdi. Lekin Word munosabatlik mazmunlar, bilimlar texi tuguni yo'q. Buningdan boshqa yana o'rganishga tegishli mazmunlar o'zingizningki qo'l silib izlanishingizga, tirishishingizga bog'liq. Word'da mashg'ulot qilish bu yodlab o'rganib oladigan yoki kitob qarab bilib oladigan bilim emas. Bu cho'qim mashq orqali egallashga bo'ladigan narsa. Amaliy mashg'ulotda bilimdan tajriba bakroq muhim. Shunga siz ko'proq mashq qilib, Word'ningki yoziq tahrirlash, bat yasash iqtidorini o'rganib ola olasiz. Cho'qim ko'proq mashq qiling. Yani bu derslikni ko'rib qo'yish bilan buni egallab ketgan olmaydi. Tushunishingiz mumkin, ammo vaqt kelganda ishlaolmaysiz. Shuning uchun ko'rganlaringizni cho'qim mashq qiling. Shundaqla amaliy xizmat jarayonida o'rganing. Yana siz mashqni xiyoliy yoki ishlatilmaydigan narsalar ustida emas, amaliy ishlatiladigan narsalar ustida qiling. Yani bir material yezing, ishxonada yoki shirkatlarda ishlatiladigan bir hujjatni qo'l silib tayyorlang. Mushu vaqtda ondan haqiqiy lozimliq bilimlar bilan uchrasha olasiz. Haqiqiy lozimliq narsalarni o'rgana olasiz. Undan keyin bilmagan joylaringiz bo'lsa, cho'qim atrofingizda cho'qim biladiganlar bor. Atrofingizda yoki to'rda biladiganlardan tartitmay so'rang. Shunday vaqtda ondan bu mashg'ulotlarni unumli o'rgana olasiz. Ondan davomlashtiring. Hujjat tahrirlash, bat yasashga munosabatli mazmunlar buning bilan tugab ketmaydi. Ya'ni Word'ni o'rganib qo'yish bilan barliq ehtiyojni chiqadigan bilimlarni o'rganib bo'lmaysiz. Shunga davomli Word'ningki boshqa iqtidorlarini o'rganing, boshqa yumshoq detallarni o'rganing. İşxanalarda hujjat tahrirlaydigan yumshoq detallar faqat bu Word bilan cheklanmaydi. Buningki o'xshab ketadigan yana bir turkum yumshoq detallar bor. Masalan, OpenOffice, LibreOffice deganga o'xshash. Bular uchuq kodliq, haqsiz, buni xohlagan tushirib ishlata olasiz, ya'niki bu isbotlagan. Windows, Linux, Mac mashg'ulot tizimlarining hammada ishlatgan bo'ldi. Ondan iWork buni Mac mashg'ulot tizimida ishlaydigan ishxona avtomatlashtirish detali. Bunimi agar Mac ishlatuvchi bo'lsangiz, buni o'rgansangiz bo'ldi. Ondan Microsoft Publisher, ya'ni bu Office'ning ichidagi bir yumshoq detal, bu orqali bir qadar kasbiyroq bo'lgan batlarni yasay olasiz. Masalan, jurnal beti, kitob beti deganga o'xshash. Word ishxona ishlariga, yani ishxonaning ichida, yani odatga hujjat, dokument tayyorlash qaratilgan. Publisher bo'lsa, basma, matbaa buyumlarga bekroq qaratilgan kasbiyroq yumshoq detal. Navoda texnik kasbiy yumshoq detallarni o'rganmoqchi bo'lsangiz yoki siz nashriyot, basmaxona deganga o'xshash matbaaga munosabat kurlarda ishlasangiz, cho'qim texnik kasbiy bo'lgan yumshoq detal Adobe InDesign'ni o'rganing. Bu xalqaro umumyuzlik ishlatilayotgan kasbiy bat yasash yumshoq detali. Uningdan boshqa siz bat yasash jarayonida surat tahrirlash, shakl chizishga munosabatlik ba'zi ishlarga yo'liqib turasiz. Bunda vaqtda siz texnik ko'proq yumshoq detallarni bilsangiz, xizmatning o'rnisidan texnik chiqa olasiz. Erkin mashg'ulot qila olasiz, ijodiy tafakkuringizni texmi joriy qildira olasiz. Ya'ni yumshoq detalning cheklamasiga uchramaysiz. Shuning uchun siz matbaa yumshoq detallarga moslashtirib, Adobe Photoshop surat tahrirlash uchun, Adobe Illustrator shakl chizish uchun, CorelDRAW bu Illustratorga o'xshaydi. Bu shakl chizish uchun ishlatiladi. Bu shunday yumshoq detallarni o'rganib qo'ysangiz bo'ldi. Faqat tirishsangiz, yumshoq detallarningki qonuniyatini tushunsangiz, buni nihoyat oson egallab keta olasiz. Shuning bilan
Microsoft Word 2013 ustidagi dastlabki asos so'zlangan bu darsligimiz o'sha yerda tugadi. Bu darslikni xohlagancha boshqalarga ko'chirib bersangiz, tarqatsangiz bo'ldi. Faqat buningki kelish manbasini, avtorini eskartishingiz shart. Uningdan boshqa bu darslikni har qanday usulda yoki vosita setishga bo'lmaydi. Ya'ni savdo xarakterida ishlatishga bo'lmaydi.